أكثر شيء هلا جايين على فصل شتاء وهذا الموضوع كثير بخوف. Hozir bu birodarimiz shu mana bu bevalar turadigan mana bu joyning mas'ul shaxs aytishicha, hozirgi mana qish yaqinlashyapti, bu yerga kerakli bo'lgan ehtiyojlar juda katta. Chunki tashqaridan yordamlarning kelishligi juda ham kamaygan. Shu sababli mana qish fasli yaqinlashib qolyapti. Har bir 20 ta, 25 ta oila bo'ladigan bo'lsa, bular qish faslida yoqishlar uchun yoqilg'ilar kerak. Shu sababli agar imkon qiladigan bo'lsa, ehtiyojmand oilalar uchun ehson qiladigan birodarlarimiz bo'ladigan bo'lsa, yordamlarni kutamiz deyapti. Bundan tashqari bularni har bir oila uchun kerakli bo'lgan suv, ichimliklar eng kerakli bo'lgan narsalardan va kunlik nonlar deyapti. Shu narsa eng hozirgi kunda ehtiyoj bo'lib turgan narsalar deyapti yetim bolalar uchun. Shu sababli agar sizlar ham birodarlarimizdan so'rab qolamiz, shunday yetimlarni o'z kafolatiga olib, mana shu yerda yashayotgan oilalarga yordamlarni ulashtirish istaylar, bizni aloqa manzillamizga chiqishlar mumkin. Bizlar ham imkon qadar inshaalloh mana bu qish fasliga ularga yoqilg'i uchun kerakli bo'lgan narsa sotib olib va ular uchun mana bunday toza ichimlik suvlari ulashtirishlikda niyat qilib turibmiz. Alloh taolo ishimizda bardavom qilsin. Alloh taolo sizlardan, bizlardan rozi bo'lsin. Alloh taolo shu yetimlarni xursand qilganimiz, ularni boshqa sababli Alloh taolo qiyomat kuni Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan jannatga kirishligimizni nasib aylagan bo'lsin inshaalloh.